سبع طوال أنزلت من ربنا ورتلت أولهن البقرة طاردة للسحرة موضوعها النفاق والصوم والطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فتح العلام kitobdan darsimizni davom ettiramiz. Ro'za oyatlaridan olinadigan navbatdagi 12-hukmga kelgan ekanmiz. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum oyati va undan keyingi oyatlardan olinadigan hukmlar edi. 12-hukm yulhaqu bi shaykhil kabiri al-hamil wal murdi'. Keksa kishiga homilador ayol va bolasini emizayotgan ayollar ham qiyos qilinadi. Ya'ni keksa kishilar o'tgan nimada aytdik, ro'za tutishga qiynalib qolsa, qariyalar, qari kampirchollar va hokazo ro'za tutishga qiynalib qolsa, ular tutolmaydigan holatga kelib qolsa fidya beradi dedik. Endi ularga qiyos qilinadi. Homilador ayol, bolasini emizayotgan ayol ro'za tutish bilan suti kamayib ketib, bolasi och qolib ketib, zarar bo'lib qolish ehtimoli bo'lsa, ularga ochishga ruxsat beriladi. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Ibn Abbosdan kelgan ekanlarki, mana shu oyatni وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين oyatini tafsirida aytgan ekanlarki, قال وكانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. Bu keksa chollar, qariya kampirlarga ruxsat edi deyapti bu oyat. Ular o'sha qiynalib ro'za tutadigan bo'lsa, ularga fidya berish lozimligi shularga ruxsat bo'lgan. Va huma yutiqanis siyam, va huma yutiqanis siyam degani o'sha qiynalib yatakallafuna deb aytsak, qiynalib ro'za tutadigan bo'lsa, ancha mashaqqat bo'ladigan bo'lsa, ularga ruxsat edi. Yuftiran, ro'zani og'zini ochadi, va yutimani an kulli yawmin miskina, har bir kunni o'rniga bitta miskin to'ydiradi. Fidyasi shu. Wal murdi'u wal hubla idha khafata ala awladihima. Endi bola emizayotgan ayol, homilador ayol ham idha khafata ala awladihima, agar o'z farzandlariga qo'rqsa, aftarata, homilador ayol homilasiga zarar yetishidan, emizayotgan ayol emizayotgan chaqalog'iga sut kamayib ketib, masalan, zarar yetishidan qo'rqsa, aftarata, og'zini ochadi va at'amata, va fidya berib qo'ya qoladi. Fidya beradi ular ham. Ruya an ibn Umar radhiyallohu anhuma. Ibn Umardan ham rivoyat qilingan bu. Demak, Ibn Abbosdan ham, Ibn Umardan ham rivoyat qilinyapti. Va lam yujiba alayhimal qado. Qazoni shart qilmagan. Hozir ro'za tuta olmaydigan keksa kishi nima qiladi? Og'zini ochib fidya beradi. Homilador ayollar yoki bolasini emizayotgan ayol, bular ham shularga qiyos qilinsa, batamom hamma jihatdan qiyos qilinsa, og'zini ochib keyin tutib bermasdan faqat fidya berib qo'ya qoladi. Lam yujibu alayhim al-qado deb. Hada ma akhadhu hada al-qawl. Va huwa qawl as-sahabi, sahabiyning so'zi bu. Va kadal qiyas ala shaykh bi jami' al-ajz wa adam al-qudra. Wuqu'an aw taqdira deyapti. Demak, bunga dalil nima? Faqat fidyasini beradi, qazo tutib bermasligiga dalil sahobiyning so'zi. Keyin qiyos. Shayxga o'sha keksa kishilarga qiyos qilyapti. Bijami. Illat nima? Bijami al-ajzi va adam al-qudra. Ojizligi, qodir emasligi ro'za tutishlikka wuqu'an aw taqdira deyapti. Ya'ni bu ojizlik, xoh voqei ojizlik bo'lsin yoki taqdiron bo'lsin. Ya'ni taqdiron degani ojiz bo'lib qolish taqdir qilinadigan holat bo'lsin. Ya'ni hozir tutsa tutadi. Homilador ayol tutishi mumkin, lekin tutolmaslikka boradi, ya'ni tutolmay qolishga olib boradi bu narsa va hokazo. Yoki emizayotgan ayol ham tutib bir narsa tutishi mumkin, lekin bor bu tutolmay qolishlikka, ojiz bo'lishga olib boradi. قال السيوطي قال أبو عبيد اختلف الناس في الحامل والمرضع وقيل عليهما الفدية دون القضاء. Abu Ubayd aytgan ekanlarki, ulamolar ixtilof qilishgan homilador ayol, bolasini emizayotgan ayol masalasida. Ba'zilar alayhim al-fidya dun al-qado, fidya beradi, qazo o'ta bermaydi deyishgan. Va qila al-qado dun al-fidya, ba'zilar qazo o'taydi, fidya bermaydi deyishgan. Va qila al-amron, ba'zilar ikkalasini beradi, ham qazo tutib beradi, ham fidya beradi. Va kullun ta'awwal al-aya. Hamma ulamolar ham shu oyatni ta'vil qilishgan. Ya'ni ta'awwal al-aya degani hammasi oyatni bir hujjat qilishgan o'zlariga. Fa man qala bil fidyati faqat ra'a annahuma mimman la yutiq. Faqat fidya beradi deganlar bu qodir emas-ku deyishgan. Xuddi o'sha keksa kishilarga qiyos qilib
bu fidyani o'zi beriladi deyildi, fidyani o'zi beradi deyishdi. Walaysata min ahli safari walal marad, bular musofir emas, kasal emas, boshqa kun qazo tutib bersin deydigan musofirning haqqida aytildi, kasalning haqqida aytildi. Iddatu min ayyamin ukhar. Lekin keksa kishining haqida faqatgina nima dedi? Fidya berish, fidyatun ta'am miskin aytildi. Demak, bular o'shanga qiyos qilinadi dedi. Ahlu hadal wasf hum ahlul fidya deyapti. Bu sifatdagilar ahli fidya deyiladi. Ahli qado emas, bular qazo tutib bermaydi deydi. Aman ra'al qado faqat ra'al hamla va rada'i illatayn min al-ilal kal-marad. Endi qazoni o'zini tutib beradi deydiganlar, bu ayol kishining homilador holatini, bolasini emizayotgan holatini bir kasallik deb e'tibor qilishdi. Kasallikka o'xshaydi. Hop, kasal bo'lganda ham kasallik sababli ochib qazo tutib berarmidi? Demak, tutib beradi deyishgan. Ya'ni kasallikka o'xshatgan, kasallikka qiyos qilishgan. Aman awjabahuma, endi ham qazosini o'taydi, ham fidya beradi deganlar, qol innalloha hakama fi tariki sawmi bi'uzrin bihukmayn deyapti. Ro'zani bir uzr bilan tark qilgan kishiga Alloh taolo ikkita hukm bilan hukm qildi. Al-qado fi aya wal fidyatu fi ukhra deyapti. Shu yerda aya bo'ladi, hamza bo'lib qolibdimi? Ya'ni alif qilasizlarda. Ayani. Al-qado fi ayatin wal fidya fi ukhra deyapti. Ya'ni bir oyatda qazo hukm qildi, ikkinchi oyatda fidyani hukm qildi. Falamma lam yajid lahumā zikran fi wahidatin minhumā فلما لم يجد لهما ذكرا في واحدة منهما جمعهما عليهما أخذا بالأحوط deyapti. Endi لما لم يجد لهما ذكرا degani homilador ayol bilan bolasini emizayotgan ayol ikkala oyatda ham zikr qilinmadi-ku. Kasal bilan musofirga qazo tutsin degan edi. Alallazina yutiqunahu, qiynalib tutayotgan qariyalarga faqat fidya degan edi. Bular aytilmadi. Homilador ayollarga alohida ikkalasidan ham zikr qilinmadi. Endi zikr qilinmagandan keyin jama'ahuma alayhima akhdan bil ahvat. Bunga qiyos qilib turib buni vojib qilamizmi faqat qazoni yoki bunga qiyos qilib turib faqat fidya deymizmi? Bu ham kelmadimi? Ikkalasini jamlab turib ikkalasini qo'ysang ehtiyotlirog'i shu. Ham qazosini tutib ber, ham fidya bergan deyiladi deyishgan. Ba'zilar o'sha babi qazoni tutmaydi, faqat fidya tutadi deganlar ham ba'zi sahobalardan kelgan ekanda, ya'ni masalan sahobalardan kelgan so'z. Chunki ayollar haqiqatda bu masalada ko'p qiynalishadi. Ya'ni ketma-ket farzand tug'gan ayollarda u masalan homilador bo'lish bilan, masalan bu Ramazonda 7 kun qolib ketdi. Homilador bo'lish bilan. Xo'p, endi keyingi Ramazon kelguncha bolasini emizayotgan bo'ladi. Bolasini 2 yil emizadi desangiz, keyingi Ramazonda ham bolasini emizayotgan bo'ladi. Keyingi Ramazonda ikkinchisiga homilador bo'lgan bo'ladi. Va hokazo shunday ketaveradi. Uni tuqqan bo'ladi. Qarasangiz, har yili kamida bir haftadan bo'lsa ham qanchadir ro'za yig'ilib ketib qoladi-da. Ya'ni bu yil davomida ham qazosini o'tab qo'yadi deydigan holat emas-da, bu yo o'sha homilador holati, emizadigan holati davom etib ba'zi ayollarda necha yillik qazolar yig'ilib ketib qolgan. O'sha qazolarni imkon bo'lish bilan o'tash kerakmi, yo'qmi desa, jumhur ulamolar o'tash kerak deydi. Ya'ni jumhur ulamolar nazdida qazo o'taladi deydi. Fidya masalasi, endi fidya ham beradimi qo'shib, kechiktirib olgani uchun fidya ham qo'shib beradimi yo'qmi? Bu masalada endi ixtilof bor-ku. Qazosini o'zini tutib beradi deganlarning so'zi kuchliroq, o'sha kasalga qiyos qilib qazoni o'zini tutib beradi deganlarning so'zi kuchliroq, vallohu alam. Endi kimdir birinchi qavlni ham fatvo bergan bo'lsa, ya'ni sahobalardan salafi bor. Yo'q, ular faqatgina Shayxul Kabirga qiyos qilamizda, faqat fidya beradi bo'ldi desa, baribir ro'za masalasi rukun masalasi-ku, endi islom rukunlaridan bo'lgandan keyin ehtiyotlirog'i tutib berishi qazoni. Qodir bo'lganda, mabodo qodir bo'lolmasa endi la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Imkon bo'lishi bilan tutib beradi deyiladi. Uni aytdik, qazolarni ketma-ket tutish shart emas. Imkon bo'lganda o'sha qishki kunlari ozgina bir kun ora-orada qilib masalan tutib bersa ham bo'laveradi. Al-hukm al-thalith ashar. 13-hukm. Yulhaqu bi-shaykh al-kabiri wal-mar'ati al-ajuz. Al-marid alladhi la yurja bur'uhu. Qariya kishilar, kampirlarga kim yana qiyos qilinadi? Al-marid alladhi la yurja bur'uhu. Sog'ayib ketishi umid qilinmaydigan, ya'ni surunkali, davomiy bir kasallikka chalingan kishilar ham shunga qiyos qilinadi. Ammo kasali vaqtinchalik bo'lsa, tuzalib ketish umidi bo'lsa, u nima qiladi?
kutsin deyiladi. Ramazon paytida bu ro'zasini ochib, ruxsatdan foydalanib ro'zasini ochib turaveradi. Keyin qachon sog'ayib ketsa, qazosini o'taversin deyiladi. Qazosini o'taversin. Endi u kasali tuzalish umidi bo'lmasa, bo'ldi shu oshqozon kasaliga chalingan, masallallohu salama o'sha endi davom etadi. Bu yomonlashadi, masalan yaxshi bo'lib ketish umidi yo'q bir kasallik bo'lsa va u kasallik sababli ro'za tutish imkoni bo'lmasa, bo'ldi endi xuddi shu qariya ayol, kampirlarga o'xshab ro'za tuta olmaydigan holatga kelib qolgan keksalarga o'xshab qiyos qilinadi. Faqat fidya beradi bo'ldi ular. Fidya beradi bo'ldi. Qala Suyuti va in ja'alnaha muhkamatan va fiha dalil. Agar bu oyatda muhkam desak, alallazina yutiqunahu muhkam desak, chunki mansux muhkam deganlar bo'ldi-ku. Mansux deganlar qaysi ma'noda dedi? Yutiqunahu, ya'ni ro'za tutishga qodir bo'lsa ham xolasa ro'za tutsin, xolasa fidya bersin deb tafsir qilganlar mansux bo'lgan bu oyat deydi. Yo'q, alallazina yutiqunahu qiynalib mashaqqat bilan, ya'ni zo'rg'a qodir bo'lishi mumkin, lekin o'ta mashaqqat bilan tutsa ham tuta oladiganlar deb nima qilsak, o'sha qarib qolganlar boshqa deb nima muhkam desak, fiha dalil ala ibahati al-iftar liman la yutiqu al-uzr. Uzr sababli qiynaladiganlarga nima? Yoki toqat qila olmaydiganlarga ro'zasini ochish muboh ekanligiga dalil bor bo'ladi. Masalan, la yurjaburuhu li'uzrin la yurjaburuhu va anna alayhi fidyatan badala as-sawm deyapti. U ham ro'za tutib berishning o'rniga fidya beradi. Fidya beradi deyapti. Va ma'khaduhu al-qiyas kama sabaq, qiyas. Asosan qiyosdan olib aytilyapti. الحكم الرابع عشر استدل بقوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين من ذهب إلى وجوب الفدية على الشيخ الكبير والعجوز باعتبار أن الآية محكمة وأن الشيخ داخل تحت عمومها. يعني mana shu oyatda qariligi sababli ro'za tutolmagan o'sha chol kampirlarga fidya berish vojib ekanligiga shu oyatda dalil qilishgan. Chunki oyat muhkam oyat deb e'tibor qilsak, shayx o'sha chollar shu oyatni umumiga daxil. Qayerdan oldik vojib ekanligini? Fidyani endi ro'za tutolmayapti, soqit bo'ldi. Fidyani berish vojibligiga dalil nima desa, ma'khadul vujub qawluhu va ala dedi. Va ala allazina. Shularning zimmasida fidya berish bor deyilyapti. Ad-dal ala al-wujub kama sabaq. Ala harfi vojiblikka dalolat qiladi. Va hada mazhab aksar ahli ilm. Va aksar ulamolarning mazhabi. Va zahaba ba'dhum ila anna al-itama ghayr wajib. Ba'zilar fidya berish vojib emas deyishgan ekan. Va innama huwa mustahab deyishgan. Likawnihi muftiran bi'uzrin mawjudin. ما xato tushgan virgul otishib ikkovnihi aftara bi uzrin mavjudin bo'ladi, ya'ni mavjud bir uzr sababli ochganligi uchun mustahab bo'ladi. Falam yalzamhu kal marid wal musafir. Xuddi marid, kasal kishi, musofir kishi ular fidya bermaydi-ku. Mavjud bir uzr sababli ochganligi uchun fidya bermaydi. Bu ham xuddi shunday deyapti. Lekin fidya bermagan bilan ular qazosi talab qilindi-da. Qazo talab qildi ulardan. Bu qazoga qodir emas. Uchun bunga fidya berish vojib desa, shu so'z kuchliroq. Faida miqdorul fidyati fadiyya bo'lib qolibdi. O'sha yonning ustidagi tashdid ham xatoda. Tushib qolgan. Miqdorul fidya bo'ladi. O'tgan darsdagi nimani so'radim. O'sha amma idaq 259-bitda keldi-ku. Amma idaq qala qoilun bi vujudi illani o'rniga bi adami vujud deb aytish kerak dedi-ku. 259da. İkinci abzasda. Amma idha qala qailun bi vujudi illani bi adami vujudi illa bo'lish kerak dedi-mu? Ya'ni shayxning o'zi ham shunday bo'lish kerak dedi. Ya'ni bi adam vujud bo'lish kerak dedi-da. Miqdorul fidyati muddu bur aw nisfu sa' min ghayri al-bur. Bu qancha beradi endi? Tutolmaydiganlar qancha beradi desa, miqdorul fidyati muddu bur. Agar bug'doydan bersa 1 mud, bug'doydan boshqasidan bersa yarim so' beradi. Bir so'da nechta mud bor? 4. Bittasi kamayib ketdimi? 4 mud, ha? 1 so' 4 mud. Shunda 1 mud bersa 4dan 1 so', 1 so'ning 4dan 1ni bergan bo'ladi. Bug'doyni boshqalardan ko'ra qimmatroq deb bilishganda, Hanbali mazhabda. Bug'doydan bersa 1 mud beradi. Bug'doydan boshqa arpadan beraman desa, xurmodan beraman desa, yarim so' berish kerak deydi. Boshqalar hammasidan 1 mud beradi deganlar bor, yoki 1 so' yarim so' beradi deganlar bor. Va huwa bil khiyar in sha'a fada an kulli yawmin bi yawmihi. Endi ya'ni ixtiyor o'zida deyapti. Xolasa har kunligini alohida beradi fidyasini. Va in sha'a akhara ila akhir yawmin, xolasa oxirgi kunga kechiktirib, fa yasna ta'aman bi hasabil ayyam allati alayha. Necha kun
ro'za tutmagan bo'lsa, o'sha masalan oy bo'yi ro'za tutmagan bo'lsa, butun oy, masalan 29 kun, 30 kun Ramazon oyi ichida umuman ro'za tutmagan bo'lsa, 30 kunni hisoblaydi, 29 bo'lsa 29 kunni hisoblaydi, yo oxirgi 2 haftasini tuta olmagan bo'lsa, shu 2 haftani hisoblaydi. Va yad'ul masakin ilayhi. Shunga yarasha masalan 15 kunlikka fidya bermoqchi bo'lsa, 15 ta miskinga yetadigan taom hozirlab chaqirib qo'ya qoladi. Oxirgi 30-kuni masalan iftorlik qilib nima qilsa bo'ladi. Kama fa'ala Anas lamma kabura. Anas radhiyallohu anhu qarib qolganlarida ro'za tuta olmasdan shu oxirgi kuni ro'zasini ochib ro'za tuta olmas ekanlarda, keyin oxirgi kuni 30 ta kambag'alni bir chaqirib taomlantirib qo'ya qolar ekan. Va in at'amahum ta'aman ghayra matbukh qala ba'duhum deyapti. Bu yog'ini davomlatish kerak-da. Ya'ni va in at'amahum ta'aman ghayra matbukhin deb turib qala ba'duhum, o'shani davomi bu. Tushunarligi? Demak, hozir fidyani qanday beradi desa, qo'liga bir narsa berish kerakmi taom? Miskinlarning qo'liga aytyapmiz, hozir ro'za tuta olmaganlar bir kunligiga fidya beradi dedik. Qancha fidya beramiz? Qanday hisoblaymiz? Qanday qilib beramiz? Chaqiradimi miskinlarni yo ularga qo'liga beradimi, tutqazadimi? Ovqat pishirib chaqirsa ham bo'ladi, deyapti. Anas radhiyallohu anhu nima qilganlaridek. Yoki o'zi ovqat tayyorlab chaqirsa ham bo'ladi. Yoki ovqatni pishirmasdan o'zlariga bersa ham bo'ladi. Xo'p, o'zlariga bersa, qala ba'duhum yanbaghi an yaj'ala ma'ahu ma yu'dimuhu min lahmin aw nahwihi. Idom bo'ladigan o'sha bergan narsasini qo'shib yeydigan nimadir, go'sht shunga o'xshagan narsa qo'shib bersin deganlar bor. Masalan, bir mut guruch beryapti. Endi guruch bilan birga ozgina tovuq yoki bir idom bo'ladigan bir ozgina go'sht ham qo'shib bersin. Uni o'zini oshqisa bo'ladigan, oshqib yesa bo'ladigan qilib ozgina go'sht bilan qo'shib bersin deganlar bor ekan. Hatta yatimma qawluhu ta'ala ta'amu miskin. Baribir uyga chaqirsa ham guruchni o'zini suvga pishirib chaqirmaydi-ku endi. Baribir ustiga go'sht nima qiladi? O'sha go'shtini qo'shib bersin. Agar xomlay berayotgan bo'lsa, pishirmasdan shunday berayotgan bo'lsa, unda o'sha go'sht qo'shib bersin deganlar bor ekan. Qabayyana al-Mawza'i ma akhadha alladhina qaddaru al-fidyata faqal fa in qultum fama miqdaru ta'ami miskin. Endi nimaga bir mut bug'doydan bo'lsa bir mut, boshqalardan bo'lsa yarim so'. Guruchdan beraman desa hozir yarim so' deyapti. Yoki no'xat beraman desangiz ham va hokazo yarim so' beriladi deyapti. Nega shu hozir va alallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin dedi. Bitta miskin to'ydiriladigan fidya bersin. O'shanga beriladigan miqdor aytilmadi oyatda. Qayerdan chiqaryapmiz shu hozir? Qancha berilish kerakligini qayerdan chiqaryapmiz? Shuni nimasi? Shuni savol beryapti. Fa in qultum fama miqdaru ta'ami miskin. Qancha desanglar, qultu muddun inda ahli al-Hijaz, yoy oshiqcha, hijaziy bo'lib qolibdimi? Yoyni o'chirib tashlaysizlar. Muddun inda ahli al-Hijaz va nisfu sa'in inda ahli al-Iroq. Ahli Hijozlar bir mud deb belgilashgan, ahli Iroqlar yarim so' deb belgilashgan. Ahli Iroq desa ko'proq Hanafiy mazhab ulamolari. Endi bu Mavza'iyning gapi. Bilmadim, yana Mavza'iyda ahli Iroq deb ayni masalan Shofiy bo'lsa, Imom Shofiylarni tariqatul Iroqiyin deb o'zlarini Iroqiy tariqasi, tariqatul Xurosaniyin deb turib ikkita mashhur tariqasi bor fiqhda Shofiylarni. Bu o'shalar nazarda tutyaptimi yoki odatda ahli Roy deydi. Agar Hanafiy mazhab ulamolari aytmoqchi bo'lsa, gohida ahli Iroq ham deb aytadi. ومستند فقهاء الحجاز أنهم وجدوا أقل شيء إن خلاف بار deyapti da o'zimni ahli Hijozlar bir mud, ahli Iroq yarim so'. Ikkalasining farqi qancha? 2 barobarda. Endi hozir ahli Hijoz yana bir mud, ya'ni nisf so' degani 2 mud degani. Ahli Iroqlar 2 mud beradi desa, bitta miskinga 2 ta mud beradi desa, ahli Hijoz 1 mud beradi deyapti. Va mustanadu fuqaho'il Hijaz. Xo'p, Hijoz fuqaholarini dalili nima? Qayerdan olishdi bir mudni? وجدوا أقل شيء أخرج وأطعم فجعلوه حدا مقدرا deyapti. Shariatdagi eng oz belgilangan miqdorni qarasak, boshqa kaforatlarda beriladigan o'rinlarda eng oz miqdor qanchaga belgilangan desa, yarim 4dan 1 muddan ozi kelmagan. Eng ozi 1 mud kelgan. Buni ozi miqdori kelmadimi, aniq bo'lmadimi? O'sha boshqa shariatning nimasiga qarasak, eng ozi 1 mud bo'lganmi, 1 mud deymiz. Undan ortig'iga dalil olib kelinglar. Lekin bundan ozi kelmagan, shu eng ozini beramizda 1 mud beringlar deymiz dedi. ويستأنسون بما ورد في بعض طرق حديث الكفارة على المجامع في نهار رمضان. وبular yana ista'nisun degani o'zlarini
ixtiyor qilgan so'zini quvvatlaydigan yana mana shu hadisda ham keltiradi demoqchida. Endi istinas bu ayni quvvatlash ma'nosida emas, lekin istinas degan endi shunga o'xshab istinas, ya'ni qo'shimcha dalil deymizmi, xullas shunga o'xshagan. Bima warada fi ba'd turuq hadith al-kaffara al-mujami fi nahari Ramazon. Ya'ni Ramazon oyini kunduz kuni ayoliga jimoh qilgan kishi kafarat berish kerakligi haqidagi hadisda anna al-araq alladhi utiya bihi an-nabiy sallallohu alayhi vasallam kana fihi 15 so'at deyilgan. Ya'ni ya Rasululloh, o'zim ham halok bo'ldim va halok qildim deb kelganda nima bo'ldi desa, kunduz kuni ayolimga yaqinlik qilib qo'ydim deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Qul ozod qilishga qodirmisan deganda yo'q deydi. 2 oy payda ro'za tutishga qodirmisan desa, shu tutolmaganim uchun tushib qoldim-da deydi. Bu ishga deydi. Tutolmayman deydi. Bu narsaga qodir emasman deydi. Unda deydi, shu 60 ta miskin to'ydirishga qodirmisan? Ya Rasululloh, ma bayna labatayha baytun afqar minni. Ya'ni la yujad ma bayna labatayha baytun afqar minni au hadisda kelganda ya Rasululloh, Madinada mendan ko'ra kambag'alroq xonadon yo'q deydi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ldi, hech kaforatdan hech narsa berishga qodir emas. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga mana shu yerdan keltirilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir savatda xurmo olib kelinadi. Xurmo olib kelishadi. O'sha aroq degani bir savat o'xshagan idish. Rasulullohga olib kelganda 15 so ketadigan savat bo'ladi. 15 so. Faqala khudhu va tasaddaq bihi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu 15 solik xurmoni olib, men olganda borib sadaqa qilgan deydi. Sadaqa qilgan deydi. Ba'da an nadabahu ila it'ami 60 miskinan deyapti. Undan oldin 60 ta miskinni taomlantirishga buyurgan bo'ladi-ku. Shu 15 soni olib men shularga borib sadaqa qilib yubor deydi. Demak 15 so 60 ga bo'lib olsangiz qancha bo'lyapti? 1 muddan bo'lyapti. Har bir soda 4 mud bo'lsa, har bitta miskinga 1 muddan to'g'ri kelyapti. Demak, mana shu hadisda har bitta miskinga 1 muddan berilyapti. Mana shuni olishadi, demak, buni ham nimasida 1 mud beradi deydi. Ro'zani ochib olganning fidyasida ham 1 mud beradi deydi. Mustanadu ahli al-Iroq fidyatul adha. Endi ahli Iroqlar nima deydi? Ular dalili fidyatul adhaga qiyos qiladi. Ra'uha aqrab al-ashya shabahan bihi deyapti. Fidyatul adha deb nimaga aytiladi? Ihromdagi kishi sochini, tirnog'ini olsa, kiyim kiysa, atir sepsa, shularning hammasi fidyatul adha beradi. Fidyatul adha. Xo'p, kaforati nima edi? Bir qo'y so'yadi yoki 6 ta miskin to'ydiradi yoki 3 kun ro'za tutadi. Ya'ni shu ishlarni ihromda qilib qo'ysa, yo kiyim kiyib qo'ysa, yo atir surib qo'ysa, yo tuklarini olib qo'ysa, masalan, ataylab ihromdagi kishi. Uni fidyasi nima? Fidyasini berish kerak. Fidyasi nima desa, xohlasang bir qo'y so'yla deyiladi. Xohlasang 6 ta miskin to'ydir deyiladi. O'sha 6 ta miskinni to'ydir deganda 3 soni 6 ta miskinga ber degan deyilganda rivoyatda. Har bittasiga shunda yarim soatdan to'g'ri kelyapti. Demak, biz o'sha fidyatul adadagi miqdorga nima qilamiz? Qiyos qilamiz. Eng yaqini shu deydi. Ro'zasini tutolmagan kishini o'sha berish kerak bo'lgan fidyasini shu yarim soat bilan belgilaymiz. Xuddi ihromda jinoyat qilib qo'ygan kishi agar 6 ta miskinni taomlantiraman desa, unga yarim soatdan berish kerak edi. Hadisda kelgandek, at'im 3 asu'in bayna 6 masakin ala 6 masakin degan ma'noda keladi hadisda. Eng yaqini shu deydi. Buni shunga qiyos qilamiz deydi. Min haythu qaysi jihatdan o'xshaydi bu? Nima o'xshashligi bor bu hajda ihromdagi fidyatul azab bo'lsa, bu ro'za bo'lsa nima o'xshashligi bor desa, min haythu innahu yahrumu fi'luhuma min ghayri uzr. Ikkalasini ham uzrsiz qilish joiz emas bo'lgan ish. Ihromda ham o'sha sochni olish, tirnoq olish uzrsiz joiz emas. Xuddi shunday ro'zada ham uzrsiz ro'zasini ochish joiz emas. Ikkalasi ham uzrsiz qilish mumkin bo'lmagan ish. Yani jamlaydigan narsa bor xullas. Qaysidir jihatdan o'xshash jihati bor deyapti. Va yajuzu fi'luhuma ma'al uzr. Lekin uzr bo'lsa qilish joizmi? Joiz. Bu masalan o'sha sochini olish kerak bo'lgan odam uzr bo'lsa, ayni Ka'b ibn Ujronning hadislar boshida bit ko'payib ketganligidan olishga ruxsat berganlar. Uzr bilan qilish joiz. Buni ham uzr bilan ro'zasini ochish joiz. Bu jihatdan uzrsiz ikkalasini ham qilib bo'lmaydi. Uzr paytida ikkalasiga ham ruxsat beriladi. Fadalla ala annahu mithluhu. Demak shunga o'xshaydi. Demak yarim soat beriladi deydi. Xo'p, amma masriful fidyati fahumul masakin. Zakot haqida gapirmayapmiz, fidya haqida gapiryapmiz. Amma masriful fidyati
fahumul masakin kama nassatil aya. Fidyani miqdori haqida gapirdik. Endi kimga beriladi? Masrif kimga beriladi? O'sha fidyani kimga beramiz desa, hop oyatda kelgandek, va alal ladina yutiqunahu zakatun ta'amu masakin fidyatun. Fidyatun shu xato tushib qolganda masrifu zakamiz masrifu al fidyati fahumul masakin bo'ladi. Demak, shuncha nimadan xulosa. Hozir bir qariya kishi roza tutishga qodir emas. Keyinchalik ham qazosini tutib berishga qodir emas bo'lgan kishi so'rayapti. Masalan, 10 kun roza tuta olmadim, bolam dedi sizga. Talib ilm ekansan deyapti. Nima qilay deyapti. Nima deymiz? Nima qilaman desa nima deymiz? Boshqasidan so'rang, darsda uxlab o'tiruvdim. Nima deymiz? Fidya beradi. Hop, qancha beradi desa nima deymiz? Avvalambor unga qazo tutasi demaydi. Ro'zani qazo tutasi deyilmaydi. Bir narsa qilib bo'lsa ham tutishingiz kerak edi deyilmaydi. Uzr bor ekanmi? Bo'ldi. O'rniga fidya beradi deyiladi. Hop, fidya qancha beraman, qanday qilib beraman, kimga beraman desa. Shu hamma gap o'tdi mana shu hozir. Nima deymiz? Qanday qilib o'lchaymiz? Va qachon beraman desa. Masalan, deylik, o'sha 25-kuni so'rayapti. 25-kuni so'rayapti, 20-kundan boshlab tutolmagan. Bu yog'iga tutolmagan masalan. 5 kun tutolmagan, hali bu yoqda 5 kun roza bor hali tugashiga. Bu qachon berish masalasi. Lekin nima qanday beraman, nima beraman desa nima deymiz? Pullay beramanmi? Kaforati fidyasini yoki taom bilan beramanmi? Yo aslo ovqat qilib chaqirib qo'ysam bo'ldimi? Desa, avvalambor ovqat qilib chaqirsangiz, muammo yo'q, joiz. Anas roziyallohu anhu aytgandek, taom nima qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni avvalam aytiladiki, har bir kunning fidyasi tutolmagan kuningizda har bir kunning fidyasi bitta miskin to'ydirishingiz. Fidya shu. Bir kun to'ydirishmi yo bir mahalmi? Bir mahal. Bir mahal to'ydirish. Hop, bir mahal to'ydirish bo'lsa, demak, masalan, iftor paytida 25-kuni bugun iftor qilmoqchi, masalan, iftor shu fidya berish kerak degandan keyin shu bu yoqdagi 5 kun, bu yoqdagi 5 kunni qo'shib turib 10 ta miskin chaqirib 25-kuni masalan iftorlik qilib yorsa bo'ladi. Qo'ni qo'shni chaqirib, qarindoshlarni chaqirib masalan. Shuni nimadan fidyadan deb nima qilyapti? Niyat qilyapti. Nimaga? Birinchidan miskinlarga, o'sha qarindoshi bo'lsin, qo'shnisi bo'lsin, miskin bo'lsa bo'ladi deymiz. Hammasi boyvachcha bo'lsa, ularni chaqirib kelib miskinga bergan bo'lmaysiz-da. Tushunarli? Miskin bo'lish kerak, bu bir. Miskinni topib berish kerak. Agar chaqirib taomlantiraman desangiz. Ikkinchidan, ayni o'sha kuni 10 ta miskinni chaqirishingiz bo'lmaydi. Nimaga desa, har kunligini har kunlikda berish kerak deydi. Yoki kechiktirib berish kerak. Shunga ko'ra 25-kuni bo'lyaptimi bu? Bu yoqda shu paytgacha ochgan 5 kuningiznikini 5 ta odam chaqirib hozir bersangiz bo'ladi deymiz. Yoki yig'ib turib hammasini oxirida 10 tasini bitta chaqirsangiz bo'ladi. Lekin 10 tani hammasini hali vaqt kelmay turib 5 tasiga o'tadi-yu, 5 tasiga o'tmaydi deymiz. Hozir agar 25-kuni iftorlik paytida 10 ta miskin chaqirib shuni fidyadan deb mehmon qilsa, joiz bo'lmaydi, o'tmaydi. 5 tasiga o'tmaydi, 5 tasiga o'tadi. Chunki aytishadiki, bu qachon zimmasida vojib bo'ladi? Keyingi kun kelib roza tutamasa, bomdod vaqti kirib roza tutmagan bo'lsa, endi vojib bo'ladi. U hali vojib bo'lmay turib, oldindan berib qo'ysa bo'lmaydi deydi. Sen tutolmaydiganlar fidyasini oyni boshidan berib qo'ymaslik kerak-da. Yo yig'ib turib hammasini oxirida bitta bersin, yo har kun ochganidan keyin har kunligini beraman bir-birlab desa, unda har kun ochgandan keyin berish kerak bo'ladi. Hali vaqti kelmay turib berib bo'lmaydi deydi. To'g'ri, endi bu xilofli masala. Avval Ramazondan avvaldan bersa ham bo'ladi deganlar bor-ku. Lekin ehtiyotliroq shu. Sababidan oldin qilmaslik kerak. Bu nimasini bildik. Taom qilib chaqirsa, endi o'ziga shunday taom tarqatib qo'ya qolay desa, qancha miqdordan beriladi? Chunki o'zingiz nima qilib chaqirsangiz yeganicha yeydi endi. Qorin to'yguncha yeydi, oldiga qo'yasiz, qorin to'yguncha yeydi endi. Unda haqiqatda nima qilishingiz mumkin? 10 ta odamga masalan yarim soatdan yoki 1 minutdan bo'lib bersangiz, chaqirgan paytda shunchadan yemaydi. Lekin to'g'risi ham chaqirgandan keyin faqatgina go'shtni o'zini qo'ymaysiz endi. U bu narsa qo'yasiz, boshqa qilasiz, u mehmon qilib kutasiz masalan. Xullas endi
nima bilan beraman, guruchni o'zim tarqatib qo'ya qolaman, xurmoni o'zim tarqatib qo'ya qolaman desa, qanchadan beraman desa, mana bu ixlofda o'tdik. Ba'zilar 1 mud, ba'zilar yarim so. Bolam men mudingni ham tushunmayman, so'ingni ham tushunmayman. Menga kiloda aytib ber, qancha berishim kerak desa. To'g'ri-da, hozir mud soni kim uncha odam tushunmaydi-da. 1 mud berasan, 1 so berasan desa. Nima deymiz? 1 mud qancha, 1 so, yarim so qancha? Aslida 1 soni kilo bilan ma'lum bir nima bilan o'lchash qiyin-ku. Lekin ehtiyotini olaman desangiz, bu masalada ehtiyotini olaman desangiz, 1 soni 3 kilo hisoblang. Ehtiyotini. Ya'ni 3 kilodan oshmaydi. 2 kilo bilan 3 kiloning orasida bo'ladi o'zi. 2 kilodan oshiqroq, 2,5 ko'p nimalar guruchlarni hisoblaganda 2 kilodan sal oshib 2,5 ga yetmasdan shunaqa bo'ladi. Ba'zilar endi turiga qarab turib 2,5 kilodan ozgina oshishi mumkindir. Xurmolar, ba'zi xurmolar og'irroq bo'ladi, yengilroq bo'ladi, nimasiga qarab farq qiladi. Xullas, siz ehtiyotini olib 3 hisoblab, 3 ni endi 4 ga bo'lsangiz 750 gram bo'ladi. Demak, 750 gram bu agar siz 1 muddan beradi ahli Hijozning mazhabini olsangiz 750 gramdan. Ahli Iroqning mazhabini olsangiz 1,5 kilo, bitta kishiga 1,5 kilodan hisoblaysiz. Men qaysi biridanman bolam? Men ahli Hijoz emasman, ahli Iroq emasman. Men ahli Mavaro Nahrman deyapti. Men O'zbekistondanman. Masalan, men qaysi birini beray desa, endi ixtilof bor. O'zi 1 mud bersa, odatda fuqaholar shuni nima qilishadi? 1 mudni. Azmonlar ham hammasi va qiyosda, ochiq dalil yo'q. Unga bunga ochiq dalil yo'q. O'sha 1 mudni nima qilasiz? Uni ham ehtiyotini olaman desangiz, 1,5 kilodan bering. Qodir bo'ladigan odam bo'lsa, ehtiyotini olaman desa, 1,5 kilodan hisoblasin har bitta kishiga. Demak, 1,5 kilodan berib chiqadi. Masalan, 10 kun bo'lsa, 10 kunligiga 1,5 kilodan qancha? 15 kilo guruch olib, 1,5 kilodan masalan 10 ta miskinga tarqatib chiqadi. Uni ham aytganimizdek, 25-kuni so'rayotgan bo'lsa, shuni hammasini 15 kilo olingda oxirida bitta tarqating. Yoki hozir 1,5 kilodan olib falonga masalan tarqatib, qolgan 5 tasiga keyin 1,5 kilodan tarqatasiz deyiladi. Masalan, guruchdan beraman desa, endi u guruchdan bersa nimadir qo'shib bersa yaxshi deyapti. Idom boshqa, endi u vojib emas, lekin qo'shib bersa yaxshi deyiladi, unisi vojib emas. Yoki xurmoni o'zidan 1,5 kilodan bersa ham, demak 1,5 kilodan hisoblab bergan hamma taraflama ehtiyotda olgan bo'ladi. Bo'lib ham qodir bo'lsa. Lekin holati o'zi masalan nachar bo'lib, o'sha berishga ham qodir emas kishilar bo'ladi-ku, ham roza tutishga ham qodir emas, o'zi fidyasini berdi desa, fidya berishga ham qodir bo'lmaganlarga, ularga endi o'sha 1 muddan ber deb aytilaveradi. Masalan, qiynaladigan bo'lsa 1 muddan beraversin. Shunda 750 gramdan hisoblab 10 kunligiga qancha bo'ladi? 7,5 kilo bo'ladi. 7,5 kiloni o'sha 750 gramdan 10 ta miskinga bo'lib beradi. Qishloqda qidirib miskin topmadim bolam deyapti. Shu bitta ikkita xonadonni bilaman, shular miskin, boshqasini bilmadim deyapti. O'shanga 10 ta miskinni hammasini nimasini shunga berib qo'ysam bo'ladimi deyapti. Nima deymiz? Nagi qishloqqa qidirib bo'lsa ham 10 ta top deyiladi masalan. Miskin deganda bu yerda o'sha adad shartmi? Yoki o'sha bitta miskinni 10 kunligini bersa, baribir 10 kun qornini to'ydiradi baribir. 10 marta ovqatlanadi o'shanga. 10 ta miskinni nimasini beryapman deb turib, xullas shuni hammasini bitta miskinga berib qo'ysam bo'ladimi? Yoki uni albatta shu 10 ta bo'lish kerakmi? Yoki 30 kun bo'lsa, 30 kun ochgan bo'lsa ro'zasini 30 ta miskinga bo'lib berish shartmi? Yoki bitta miskinga yig'ib shunday 15 kiloni hammasini bitta faqirga berib qo'ysa bo'ladimi? Bu ham mashaqqatda. Katta qishloq bo'lsa, mabodo bilgan taqdirda ham biri qishloqning bu burchagida, biri narigi burchagida hammasiga olib borib berishni o'zi bo'lmaydi. Bo'lib taqsimlab berishni o'zi bo'lmaydi deb masalan bittasiga berib qo'ya qolsamchi desa, bu yerda ham ulamolar ixtirof qilishadi. Ba'zilar adad shart deydi. Modomiki adad bo'lsa, bersin deydi. Endi boshqa miskin topmasa, faqat masalan 2 ta 3 ta miskin topsa, o'shanga masalan 30 kunlik bo'lsa, 10 kun 10 kun 10 kunlikni bo'lib beradi masalan 3 tasiga. Va hokazo. Endi shuni puli bilan bersamchi desachi, unga borib guruch sotib olib, boshqa qilib o'tirmaydi, shunday pulini berib qo'ya qolay desa. O'sha bir marta oshxonaga kirib ovqatlanishga yetadigan pul bo'ladi. Masalan, 1,5 kilo guruch qancha desak, masalan, o'shanga bir kirib oshxonaga kirib ovqatlanib chiqsa, qorin to'ydirib chiqsa bo'ladi. Shuni pulni berib qo'ya qolsam bo'lmaydi. Hozir 10 ta miskinga men qorin to'ydirib olasan deb pulni bersam bo'ladimi desa. Nima deymiz? Bu ham ixtirofli masala.
Chunki ko'pchilik pul bilan berib qo'ya qoladi-da, boshimni og'ritmay deydi. Pulni aytmanglar deydi, men pulni berib qo'ya qolay deydi-da. Lekin ehtiyotlirog'i nima? Taomda berish. Shu kelgan. Taomda berish kelgan. U pulni olib masalan boshqa narsaga ishlatishi bor, boshqa qilishi bor kambag'alni. Ayni o'sha ovqatga emas, dorisiga ishlatar, masalan kiyimga ishlatar. Alloh taolo taomul miskin dedi. Shuning uchun taom qilib bergani afzal endi. Taom qilib bergani afzal. Va taom qilib bersangiz, uni muhtoj bo'lgan odamgina oladi. Pul qilib bersangiz hamma ham olaveradi. Bir narsamga yarataman deb hamma ham olib qo'yaveradi, muhtoj bo'lsa bo'lmasa. Lekin taomni haqiqiy miskin odam oladi-da, olib kelib bersangiz 1,5 kilo guruch olib kelib bersangiz, boshqaga ber deyish ham mumkin-da, o'ziga to'q odam bo'lsa. Pul olib kelib bersangiz nima olib qo'yaveradi? Unda qilib rahmat deb yana bo'lsa olib kelaverasiz deb olib qo'yaverish mumkin. To'p nimadan chiqdi-ku, lekin tushunib olish uchun hozir voqelikda baribir mana qilib o'qiysizda, vaqtida bir savol bersa, voqelik nimaga tushira olmay o'tiriladi vaqtida. Xo'p, keyingi hukm 15-hukm. Al-hukm al-khamis 10. استدل بقوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له من أجاز التطوع بصوم يوم الشك. Kim o'zini ixtiyori bilan tatavvua, o'zini ixtiyori bilan ziyoda yana yaxshilik qilsa, فهو خير له, o'zi uchun yaxshiroq deyilyapti. Xo'p, mana shu oyatni yawmush shak kuni roza tutish joiz, ya'ni yawmush shak kuni nafl roza tutish joiz deganlar dalil qilgan ekan. Ma'khadul hukm العموم داخل على المتطوع بصيغة من الشرطية وداخل على المتطوع به في تنكير خيرا في سياق الشرط فيعم كل خير. Hozir bu oyat o'zi qaysi siyoqda keltirilyapti? Ayyaman ma'dudat, ya'ni roza bu sanoqli kunlarda vojibligi. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Sizlardan kim kasal bo'lsa, safarda bo'lsa boshqa kunlar tutib bersin. Va alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya'ni roza tutishga qiynaladigan kishilar bir miskin bechorani bir kunlik taom miqdorida fidya berishi lozim. Faman tatawwa khayran deyapti. Keyin bas kim o'z ixtiyori bilan ziyoda yaxshilik qilsa, o'ziga yaxshi. Mana bu nimaga ham tushadi? Bitta miskinga beradigan fidyani berish lozim deyapti-ku. Endi faman tatawwa khayran va huwa khayrul lah. Nima deb tushunamiz? O'shani masalan 750 gram chiqardik-ku. Shu 1 kilo qilib qo'ying, masalan qodir bo'lsangiz. Faman tatawwa khayran fa huwa khayrul lah. Bu yog'i endi ziyodasi o'zingizga. Yoki 1,5 kilodan deb hisoblasak, ehtiyotini olib, yarim so deb turib 1,5 kilo hisoblasak, 2 kilodan qilib berishga qodir bo'lsangiz 2 kilo qilib bering har bittasiga masalan. Faman tatawwa khayran fa huwa khayrul lah. Bu yoki tushadi, siyoqqa qarasangiz shunday. Endi shuni umumiga deyapti hozir. Kim yaxshilikni ziyoda qilsa, o'zi uchun yaxshi desa, endi farz bo'lgan roza o'zi qancha insonga? Ramazon oyi. Ramazon oyidan boshqa payt nafillarni qancha ziyoda qilsa shuncha yaxshi deganimi? Faman tatawwa khayran fa huwa khayrul lah. Bu farzni ado qildingiz Ramazonda. Endi undan boshqa kunlari qancha tutsangiz, qancha ziyoda qilsangiz shuncha yaxshi degani. Shuni ya'ni manni umumiga ostiga kirib ketadi. Nafil ibodat qiluvchilarning hammasi manni ostiga kiradi. Va dakhilun alal mutatawwi bihi fi tankiri khayran dedi. Xo'p, nimani ziyoda qiladi? Khayran. Faman tatawwa khayran. Qanaqa yaxshilikni ziyoda qilsa ham. Endi bu hamma ibodatdagi nafillar kirib ketadi-da. Ro'zadagi nafil bo'lsin, namozdagi nafil bo'lsin, zakot sadaqalardagi nafil bo'lsin. Kim qanaqa yaxshilik bu yerda nakira fi siyaqi shart. Shartni siyoqida nakira kelsa, har qanday yaxshilikni o'z ichiga oladi. Har qanday yaxshilikni ziyoda qilsa inson, mutatawwa bihi, nimani nafil qilib ziyoda qilyapti? O'sha ziyoda qilinayotgan narsani ham hammasini o'z ichiga oladi. Har qanday yaxshilikni ziyoda qilsa, o'zi uchun yaxshi deyilyapti. Fa ya'ummu kulli khayr. Hamma yaxshilikni o'z ichiga oladi. Xo'p, bundan kelib chiqdi. Qancha ziyoda qilsa shuncha yaxshi ekan. O'sha Ramazondan bir kun oldingi kun yawmush shak deyiladi. O'sha kunni ham kim ziyoda qilsa yaxshi ekan degan narsa kelib chiqadi demoqchi. Uzoqdan olib kelyapti endi xullas dalil ayni yawmush shakni endi yawmush shak kuni roza tutishdan qaytarilgan ochiq hadis borda, shu tarafda ham bor. Yawmush shakni qaytarishga ochiq. Endi bu biron bir hadis kelmaganda ham aytardikki, yoki hadislarda la taqaddamu ramadona bi sawm yawmin aw yawmayn. Ramazondan bir kun, 2 kun oldin roza tutmaylar deyildi. Illo kimning odati bo'lsa tutsin, odati yo'q bo'lsa ataylab shu bir kun, 2 kun oldin tutmaylar deyildi. Bu ochiq nahiylar borda endi bunda. Lekin o'sha bo'ladi deganlar shu umumni olganda endi bu umumiy nafil qancha ziyoda qilsa shuncha yaxshi deyapti. Yawmush shak ham kirib ketadi shuning ichiga deb umumni,
Umumdan ko'ra xos dalillar kuchli-da endi. To'g'ri, bu umumiy dalil, lekin xos dalil kelyapti, ayni o'sha kuni tutma degan dalil turganda xos muqaddam qilinadi. Qala ibn al-Faras, hada al-ihtijaj yadullu ala anna al-khayra fi al-ayati yadullu inda man ihtajja biha 'amun fi jami' anwa'i al-khayr. Ya'ni shu oyatni dalil qilganlar har qanday xayrni, har qanday yaxshilikni umumiy deb olib, shuni hujjat qilishadi, deyapti. Lekin aytganimizdek, om dalil mayli, ya'ni hech qanaqa boshqa xos dalil bo'lmaganda to'g'ri, bu hujjat to'g'ri bo'lardi, lekin qaytargan xos dalillar bor-da. Qaytarilgan dalillar bo'lgani uchun tutib bo'lmaydi deyiladi. Endi yovmi shakni o'zi qachon yovmi shak deyiladi, bu o'zi ixtilofli masala. Ya'ni yovmi shakni belgilash qachon yovmi shak deyiladi, bu o'zi ixtilofli masala. Al-hukm as-sadis ashar istudilla bi qawlihi ta'ala wa an tasumu khayrun lakum ala anna as-sawma liman ubiha lahu al-fitr afdalu ma lam yujhad bo'ladi. Yujtahid emas, yoki yujhad bo'ladi. Buni ham shayx o'zidan ta'kidlab oldim, ma lam yujhad bo'ladi. Yani wa an tasumu khayrun lakum. Roza tutishingiz siz uchun yaxshiroq deyildi. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra deyildi. Va ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khayran fa huwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Roza tutishingiz sizlar uchun yaxshiroq deyildi. Va an tasumu khayrun lakum deyildi. Man ubiha lahu al-fitr. Aslida musofir, kasalga og'zini ochishi mubah. Yoki keksayib qolgan og'zini ochishi mubah va hokazo. Endi kasal darajasiga ham qarab vaqtda vojib bo'lishi ham mumkin dedik. Lekin mubah degan kishini haqida ozgina qiynaladi, uncha ko'p emas, ozgina qiynaladi, lekin tutsa bo'ladi. Kasal kishi masalan yoki safardagi kishi tutsa bo'ladi. Shuni tutgani yaxshimi yoki Allohning ruxsatini qabul qilib og'zini ochgani yaxshimi? Masalan safarga chiqib ketdi. Umuman qiynalmasa agar safardagi holati bilan muqimlikdagi holati bir xil, mashinada konditsioneri bor, yo'q qolgan, masalan hech qanaqa bir qiyinchilik yo'q bo'lsa, safar qilyapti. Shuni hozir tutib qo'ygani yaxshimi yo Alloh ruxsat bergan deb ruxsatni olgani yaxshimi? Oyat davomi nima? Va antasumu khayrul lakum. Tutib qo'ysa yaxshi deyapti. Bu qachon deyshadi ulamolar? Ko'pincha mashaqqat bo'lmasa, ammo mashaqqat bo'lsa, shunda ham tutib qo'ygan afzalmi yoki Allohning ruxsatini qilgan afzalmi desa, bu holatda endi ko'pchilik ulamolar agar mashaqqat bo'lsa Allohning ruxsatini qabul qilgani afzal. Ya'ni mashaqqat bo'lsa og'zini ochib keyin tutib bergani afzal deyiladi. Lekin mashaqqat bo'lmasa, bir xil bo'lsa, qiynalishi baribir tutsam ham tutmasam ham yoki muqimlikda tutsam ham shu qiynalish bo'lardi. Undan ortiqcha qiynalish bo'layotgan yo'q desa, unda tugatib qo'ygan yaxshi va antasumu khayrul lakum o'shanga dalil bo'ladi. Ro'zani tutib qo'ysanglar, og'zini ochmasdan sizlar uchun yaxshiroq deyapti. Ma'lum yujhad deb shunchani aytdik mana. Ma'lum yujhad degani modomiki qiynalib qolmasa degani. Lekin qiynalib qolsa Allohning ruxsatini qabul qilib ochgani afzal. Ma'khadul hukm al-khayriyya al-warida fil oyat. Qaytdan olyapmiz, ochiq endi khayrul lakum sizlar uchun yaxshiroq deyildi oyatda. Izil ma'na va antasumu ayyuhal murakhasuna lakum fil iftar min al-marda wal musafirin walladina yuqdimuna 'ala as-sawmi yoki yaqdamuna 'ala as-sawmi ma'a al-mashaqqa khayrun lakum min al-iftari wal fidya deyapti. Ya'ni og'zini ochishga ruxsat berilgan shaxslar deyapti. Ya'ni kasallar, musofirlar yoki qiynalib roza tutmoqchi bo'layotgan yoki tutsa ham qiynalib roza tutadiganlar khayrun lakum sizlarga yaxshiroqdir. Ya'ni roza tutishinglar sizlarga yaxshiroqdir min al-iftari wal fidya. Og'zini ochib fidya bergandan ko'ra roza tutsanglar yaxshiroq. Bu kimga nisbatan? Alallazina yutiqunahu. Shayxul kabir wal mar'atul ajuz dedik-ku. O'shalarga nisbatan ular tutmasa nima qiladi? Badali nima edi? Iftor wal fidya edi. Shundaymi? Aw tatawwu'ul khayr. Yoki tatawwu'ul khayrdan ko'ra yaxshiroq deyaptimi? Min al-iftari wal fidyati aw tatawwu'ul khayr aw minhuma yoki ikkalasidan ham yaxshiroq va min at-ta'khir lil qada va kechiktirib qazo qilgandan ko'ra yaxshiroq. Ya'ni roza tutishinglar yaxshiroq deyapti. Endi bu yerda tatawwu'ul khayr nimaga keltirdi bilmadim. Ehtimol tatawwu'ul khayrni aytdik-ku. Masalan hozir roza tutsa ham bo'ladi qiynalib. Masalan ozgina qiynalib bo'lsa ham roza tutsa bo'ladi. Lekin roza tutmasdan fidya bersa bo'ladi. Fidyani men fidya berib qo'yaverayda, roza tutmasdan fidya berib qo'yaveray deyapti. O'shani oshiq bilan beraman. 1,5 kilo emas, 3 kilodan qilib beraman desa. Shu oshiqcha qilib berib fidya bergandan ko'ra ham roza tutgan yaxshiroq deb nima qilsa bo'ladi-da. Tushunalgan? Ya'ni tatawwu'ul khayrni shunday desak bo'ladi. Aw minhuma ikkalasidan ham yaxshiroq yoki va min at-ta'khir lil qado deyapti. Minhuma deb o'sha ham fidya berib ham
qazosini bergandan ko'ra ham qazosini bergandan ko'ra o'zini vaqtida tutib qo'ygan yaxshiroq deyiladi. Xullas, antasumu khayrul lakumni shunday deyishgan. Endi bu ham yuqorida aytgandek ma'lam yujhat, modomiki qiynalib qolmasa, mashaqqat bo'lmasa, mashaqqat bo'lsa Allohning ruxsatini qabul qilgani afzal deyiladi. Xo'p, shu yerda bir to'xtasak bo'lar ekan. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va natubu ilayk.